Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, tumanimiz aholisi va mehmonlar. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, tuman aholisi, aziz hamshaharlar va mehmonlar, hammamiz guvohmizki, muhtaram prezidentimiz rahbarligida ulkan o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilib kelmoqda. Prezidentimiz ana shu yangilanish, o'zgarishlar samarador bo'lishini kafolati sifatida mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, buning uchun jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan yaxshilashni davlat siyosatining eng ustuvor vazifalaridan biri darajasiga ko'tardilar va bugungi kunda amaliy ishlarga kirishildi. O'zbek vatandoshimizmi, chet ellik tadbirkor, sarmoyador bo'ladimi? Barcha O'zbekistonda tinch va osuda munosib hayot sharoitlari bilan ta'minlangan. Uning hayoti har qanday jinoiy tajovuz va tahdidlardan kafolat va himoyalangan bo'lishi shart. Qonun ustuvorligini ta'minlamasdan turib, bu vazifani ijro etib bo'lmaydi. Yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash ana shunday umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Nurota tumanidagi kriminogen muhit albatta osoyishtalikka katta ta'sir ko'rsatadi. Uning o'ziga xos alohida yondashuv talab etadigan xususiyatlari mavjud. Tumanimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu ishlarimiz kundalik hayotda ham ko'rinmoqda. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash vazifasi qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhit yaratishni zarur choralari ko'rib kelinmoqda. Muhtaram prezidentimizning 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli 2025-yilda respublikamiz mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida jinoyatlarning sabablarini mahallaviy va sohaviy muhokama qilish tartibi, mahallalarni kriminogen darajasini toifalash tizimi, mahalla yettilligi instituti, ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshirish amaliyoti doirasida aholimizda xavfsizlik hissini shakllantirish borasida qator chora-tadbirlar samarali amalga oshirilib kelinmoqda. Qarorga muvofiq har bir mahallada huquqbuzarliklarni erta oldini olish, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha yangi mexanizm joriy etilib, tuman prokuraturasida idoralararo muvofiqlashtirish shtabining faoliyati yo'lga qo'yildi. Qaror ijrosi doirasida tumandagi jami 31 ta mahallaning kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan 6 ta mahallalarga mas'ul rahbarlar nomma-nom biriktirildi. Barcha mahallalarda choraklik manzilli chora-tadbirlar va yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Mana shu yo'l xaritalarining ijrosi yuzasidan yil boshidan mahallalardagi aholi gavjum joylarga 3 ta, ko'p qavatli uylarning hovlisiga 360 gradusga aylanadigan 3 ta, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga 30 ta, bozor va savdo markazlariga yuzni va avtomobil raqamini tanib oladigan 2 ta, jami 60 ta kameralar o'rnatilishi ta'minlandi. Tumandagi 20 ta savdo muassasalari, 235 ta xonadonlar tezkor qo'riqlov qamroviga olindi. Mahallalarda muxbirlarni ogohlikka chaqiradigan hudud kamera nazoratida obyekt qo'riqlovi, xonadon qo'riqlovida kabi jami 110 ga yaqin stikerlar joylashtirildi. Mahallalarda 25 ta xavfsiz ko'cha hamda namunaviy xavfsiz yo'laklar tashkil etildi. Ichki yo'llar va ko'chalar 50 ga yaqin qo'shimcha yoritish vositalari bilan ta'minlandi. Mana shu qilayotgan ishlarimiz albatta o'zining samarasini bugungi kunda bermoqda. Tumanda o'rnatilgan kameralar qidiruvda yurgan, jazodan bo'yib tovlab kelayotgan probatsiya hisobidagi jinoyatchilar hamda boshqa jinoyatlarni ochish va gumon qiluvchilarni ushlashda o'zini samarasini berib kelmoqda. Shuningdek, bedarak yo'qolgan shaxslarni topish, jinoyatlarni issiq izdan fosh etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida qizil toifadagi qolgan 6 ta mahallalarning 5 tasida jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Demak, 5 ta mahallada kriminogen vaziyat barqarorlashdi. Davlat rahbarining qaroriga asosan hududlarda kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlarni yo'lga qo'ydik. Bunda kriminogen vaziyati og'ir mahallalarning jinoyat o'choqlari bevositaga joyida o'rganilmoqda. Misol uchun, tuman mahallalarda sodir etilgan 29 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning sabablari tahlil qilinib, tegishli prokuror ta'sir choralari qo'llanildi. Bugun ham hududlarda sodir etilayotgan jinoyatlarning xususiyatlarini inobatga olgan holda ikkinchi chorak uchun yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ijroga qaratilgan. Biz huquqni muhofaza qiluvchi organlar aholining konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarishda qonuniylikni ta'minlash, huquq tartibotini mustahkamlash uchun zimmamizda katta mas'uliyat yotganligini albatta his etib turishimiz zarur. Masalalarning ko'lami juda ko'p ekanligini juda yaxshi tushunamiz. Shuning uchun ham dolzarb va muhim vazifa sifatida belgilab berilgan bu ishlarni sohaga tatbiq qilish,
tumandagi vaziyatning barqarorligini ta'minlash bo'yicha tuman prokuraturasida kuchaytirilgan ish tartibi joriy etilgan va davomli sohaviy nazorat o'rnatilgan. Shu nuqtai nazardan huquqbuzarlik va jinoyatlarni oldini olish bo'yicha dastlabki bajarilgan ishlar va tahlillarning natijasi bo'yicha axborot bermoqchiman. Birinchidan, jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini oshirish bo'yicha sohaviy nazoratni kuchaytirish borasiga to'xtaladigan bo'lsam, 11 ta o'rganishlar o'tkazilib, huquqlari buzilgan 27 nafar fuqarolarimizning huquqlari tiklandi. Ikkinchidan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham, aholi ham ko'proq e'tibor berishi lozim bo'lgan, hamkorlik kuchaytirilishi kerak bo'lgan bir nechta jinoiy omillarni diqqatingizni qaratmoqchiman. Zamon o'zgaryapti. Jinoyatchilikni ham yangi ko'rinishlari paydo bo'lmoqda. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston huquq idoralari ilgari duch kelmagan kiber maskandagi jinoyatlarning sanog'ini oshishiga anchagina tashkiliy choralarni ko'rishni bugun taqozo etmoqda. Ma'lumot uchun, tumandagi jinoyatlarning bugungi kunda 36.2% axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tashkil etadi. So'nggi yillarda bu toifa jinoyatlarning bir necha borga ko'paydi. Ilgari bunday jinoyatlarga qarshi ishlaydigan tizim ham bo'lmagan. Prezidentimiz qarorlari bilan ichki ishlar va prokuratura organlari tizimida kiber maskandagi jinoyatlarga qarshi kurashning maxsus bo'linmalari tuzildi. Tumanimizda ham ushbu tuzilmalar o'zining ishini boshlab, natijasini ko'rsatmoqda. Ushbu yo'nalishda aholini xabardor qilish va tushuntirish ishlarini olib borish qanchalik muhim ekanligini anglab yetdik. Ijtimoiy tarmoqlar, mahallalar, Telegram kanallarida xabarlarni ko'paytirdik. Banklar, yoqilg'i qo'yish stansiyalari, bozorlarda bukletlar tarqatilib kelinmoqda. Joylardagi uchrashuv va suhbatlar orqali bunday jinoiy holatlardan xabardor qilingan aholining hushyorligi albatta oshmoqda. Lekin masalaga jiddiy bo'lib, bu kabi jinoyatlarga aldanib qolayotgan yurtdoshlarimiz har kuni qayd qilinmoqda. Bu albatta biz uchun tashvishli holat. Shu sababli faoliyatimizning asosiy e'tiborini bu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashga qaratmoqchimiz. Aziz tumandoshlar, shu o'rinda kriminogen vaziyatga ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatchiliklarning ayrim turlari borasida ham gapirib o'tmoqchiman. Aytish kerak, yilning dastlabki 4 oy yakuniga ko'ra guruh bo'lib jinoyat sodir etish, voyaga yetmaganlar jinoyati kamayishiga erishilgan bo'lsa-da, yoshlar, ayollar, muqaddam sudlanganlar va guruh jinoyatlari biroz bo'lsa-da oshgan. Xususan oila va turmush doirasida sodir etiladigan huquqbuzarliklar ham tahlil qilinganda, huquqbuzarliklar sodir bo'lishiga oilaviy maishiy muammolar asosiy sabab bo'layotganligi kuzatildi. Shu sababli notinch, ajrim yoqasidagi oilalarning mavjud muammolarini bartaraf etish bo'yicha boshqa idorlar va keng jamoatchilik bugungi kunda jalb qilingan. O'tkazilgan o'rganishlarda kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda 98 ta ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan xotin-qizlar aniqlandi. Ularning muammolari hal etilishi bo'yicha 42 ta choralar ko'rildi. Bundan tashqari 983 dan ortiq ishsiz fuqarolarimizdan 500 nafar ishga joylashtirildi. 210 nafari kasbga o'qitildi. 483 nafar esa kasbga yo'naltirildi. Ushbu jarayondan muqaddam sudlangan va ma'muriy nazoratdagi shaxslar ham chetda qolmadi. Ularning 22 nafari kasb hunarga o'qitilib, 14 nafari band qilindi. 12 nafarning esa ijtimoiy muammolari hal etib berildi. Oila muhitida sodir bo'layotgan jinoyatlarni oldini olish bo'yicha ish uslublarimiz eski, huquq idoralarida ham, mas'ul idoralarda ham yangicha yondashuvlar qilishimiz kerak. Buning ustida bugungi kunda ishlamoqdamiz. Yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik masalasiga umummillat ishi deb yondashib, barcha birgalikda jon kuydirish kerak. Faqat jinoyat uchun jazoni ta'minlash bilan avvaro bo'lib, jinoyatlarning sabab va omillarini ko'zdan qochirish bu albatta yomon oqibatlarga olib keladi. Tahlillarga ko'ra 2024-yilning o'zida tumanda qayd qilingan 10 ta narkotik va psixotrop moddalari bilan bog'liq jinoyatlarning bittasi yoshlar tomonidan sodir etilganligi qayd qilingan bo'lsa, bu masala bugun ham dolzarblikcha qolmoqda. Chunki joriy yilning o'tgan davrida giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir etuvchi vositalar bilan bog'liq jinoyatlarning 7 tadan 5 tasi yoki 77.4% aynan yoshlar tomonidan sodir qilingan. Bu masala qanchalik og'irli ekanligini ko'rsatib turibdi. Shu sababli yoshlarni o'z umriga zomin bo'lmasliklari uchun jinoyat va tajovuzlardan qaytarish, ularni to'g'ri hayotga yetaklash, bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish chora-tadbirlari ko'rib kelinmoqda. Ularning juda ko'plari kasblarga yo'naltirildi. Chet tillari o'rganilmoqda. Bandligi ta'minlanmoqda. 16.315 nafardan ortiq yoshlarning bo'sh vaqtlari mazmunli tashkil etildi. Qariyb 171 nafar yoshlarning ijtimoiy muammolari hal etib berildi. 4 nafarning sog'ligi bilan, hayotiy ehtiyojlar bilan bog'liq masalalar hal qilindi. Shu kabi voyaga yetmaganlarning jinoyatlariga favqulodda holat sifatida qaralib, ularga ta'lim va tarbiyani berishda majburiyatlarni bajarmagan ota-onalar hamda yashash va o'qish joylaridagi
ularning masalalarini alohida aytishimiz lozim bo'ladi. Ta'lim muassasalari va jamoat joylarida mas'ullar profilaktik tadbirlarda davomat tig' va red tadbirlarda uzoq muddatga ketgan o'quvchilar 15 nafarni, muntazam dars qoldiruvchilar esa 4 nafarni, tarbiyasi og'irligi 47 nafarni tashkil qilishligi aniqlandi. Ularning 19 nafari maktablarga qaytarildi. Qolaversa, hokimlik va mahalla faollari bilan birgalikda 6 nafar ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan hamda 1 nafar boquvchisini yo'qotgan bolalarning 5 nafarini muammolari ijobiy hal etib berildi. Maktabgacha maktab ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylariga xavfsizlikni ta'minlaydigan 6 ta zamonaviy kameralar o'rnatildi. Lekin yana takrorlaymiz. Narkotiklarga qarshi eng katta immunitet bu ota-ona, ularning farzandi hayotidagi do'stona ishtiroki va to'g'ri tarbiyasidir. Farzand sizning farzandingiz, lekin u buyum emas. Farzand bilan shaxs sifatida ishlash kerak. Maishiy korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish choralari bugungi kunda ko'rilmoqda va barcha tashkilotlar bo'yicha tahlillar o'tkazilib kelinmoqda. Yana bir muhim masala, 2025-yilning 4 oyi davomida jami 8 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 166.6% ga oshganligi kuzatilgan. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari esa 2 barobarga, ya'ni 50% ga oshgan. Bu yo'l transport hodisasining sabablari tahlil qilindi. Ularning aksariyat haydovchilarning shoshqaloqligi tufayli yo'l harakati qoidalarini belgilangan oddiy va elementar qoidalarga rioya qilmaganligi oqibatida. Masalan, 3tasi belgilangan me'yoriy tezlikka rioya qilmaslik, bittasi quvib o'tish qoidalariga rioya etmaslik, bittasi qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketish, bittasi imtiyozga ega transport vositasiga yo'l bermaslik, bittasi uxlab qolish va hokazolar sabab sodir etilgan. Hurmatli fuqarolar, juda ko'p masalalarda ish uslublarimiz o'zgarishi zarur. Buning ustida ishlayapmiz. Buni to'liq his qilamiz. Prezidentimiz talab qilayotgan jinoyatlarning oqibatlari emas, ularning sabablarini, huquqbuzarlikka imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf qilishni ustuvor vazifa deb xalq bilan birgalikda harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun har bir mahalla xonadongacha tushib, huquqbuzarlik omillarini aniqlashga e'tiborimizni kuchaytiramiz. Jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bor fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazib, fuqaroviy ishlash tizimini joriy etamiz va joriy etdik ham. Huquqbuzarlik jinoyat sababchisi bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishda har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tiborimizni qaratishimiz zarur bo'ladi. Aziz tumandoshlar, hudud hayoti kun tartibidagi masalada har xil vaziyatlar bo'lishi, taklif va murojaatlarga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Sizga axborot berganimdek, tuman ishlar bo'limi va prokuraturasida kun-tun faoliyat olib boradigan navbatchilik faoliyati bugungi kunda yo'lga qo'yilgan. Prezidentimizning birinchi sonli qarori ijrosini ta'minlashga qaratilgan ushbu shtab faoliyat ko'rsatmoqda. Jinoyatchilikka qarshi kurashni takomillatishga qaratilgan siz muhib deb hisoblagan har qanday taklif bilan agar murojaat qilsangiz, bizga katta yordam bergan bo'lasiz. Tumanimizni jinoyatchilikdan xoli va xavfsiz hududga aylantira olsakkina, oldimizga qo'yilgan vazifa ijrosini ta'minlagan va maqsadimizga erishgan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Hurmatli tuman aholisi, 2025-yilning 1-choragi davomida Nurota tumanida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash yuzasidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, global axborot texnologiyalari tez rivojlanayotgan bugungi kunda kiber jinoyatchilik ham dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda. Hisobot davrida muayyan turdagi huquqbuzarliklar, ayniqsa iqtisodiy jinoyatlar, maishiy mojarolar, yoshlar o'rtasidagi tartibbuzarliklar va internet orqali sodir etilayotgan kiber jinoyatlar kuzatildi. Bunday holatlarni oldini olishda fuqarolarning ongli va mas'uliyatli munosabati, huquqiy bilimlarga ega bo'lishi muhim o'rin tutadi. Shu munosabat bilan siz aziz fuqarolarni quyidagilarga chaqirib qolamiz. Har qanday huquqbuzarlik holatiga befarq bo'lmaslik, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga o'z vaqtida xabar berish, mahalla, oila va jamoat darajasidagi tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga faol ishtirok etish, bolalar va yoshlarning internetdan foydalanishini nazorat qilish, ularni onlayn tahdidlardan himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, shubhali havolalarni bosmaslik, internetdagi soxta tanishuvlarga ehtiyot bo'lish, mobil ilovalar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bank ma'lumotlarini tarqatmaslik, har bir fuqaroning faol ishtiroki va huquqiy ongi orqali jinoyatchilikka har qanday ko'rinishiga qarshi kurashishda katta yutuqlarga erishishimiz mumkin. Biz birgalikda tinch va xavfsiz jamiyatni barpo etish yo'lida
hamjihat bo'laylik. E'tiboringiz uchun rahmat.